9 o'g'il bo'la turib bittasi ham qaramasa deb. Ko'z yosh qolmadi, ichingdan yig'laysan. Hamma bolalarim oliy ma'lumot o'qituvchida. Har kimlarda eshigida yurib katta bo'ldim, o'lmadim. Mashina kelsa ham shunaqasiga qaraydi. Kim tushadi, kim keladi deb. Bolalarim, iltimos, tashlab ketmanglar. 9 oy avaylab ko'tardi seni butun borlig'u vujudi bilan. Nahot sen unutding shuncha mehrni, qariyalar uyiga tashlab onangni. Harakat qilsang ham ishing yurmaydi, eşit davrada o'rning bo'lmaydi. Seni hech kim hurmat qilmaydi, qariyalar uyiga tashlab otangni. Biring ikki bo'lmas, yuzing hech kulmas, uyingda huzuru halovat bo'lmas. Hatto seni Xudo ham suymas, qariyalar uyiga tashlab onangni. Ekkaningni olasan sen ham, shu ko'ylarga tushasan sen ham. Qarg'ishini olmagin zinhor, qariyalar uyiga tashlab onangni. Ota ona rozi, Xudo ham rozi. Har ishda bordirki toshu tarozi. Bir kuni boshingni urasan toshga, qariyalar uyiga tashlab otangni. Ey nodon farzand, unutma zinhor, qariyalar uyi mehringdan zo'rdir. Unda peshvoz doim ishchi xodimlar va doim shaydirlar mehr berishga. Lekin ota onang yo'lingga mushtoq, ularga kerakmas seni boyliging. Kerakmas bir burda topgan noningdan, faqatgina muhtoj sening mehr.